Bahodir Yo'ldoshevni bir gapi bor edi. Tarixiy odamlar haqida asar yozish uchun uni oxirgi qo'shnilari ham o'lib ketgan bo'lishi kerak. Bu tarixiy masalan bir mashhurroq odam haqida yozsangiz, uni bir 1000 ta qarindoshi bor, qo'lingizdagi kitob. Bu badiiy asar. Shuni o'qigan odam faloncha kim, mana bu qahramoningiz aslida kim? Musulmonlar hujjatli asar yozganim yo'q. Bu badiiy asar. Bu hayotdan olingan meni ko'nglimdagi voqelik. Buni kimnidir ismi o'xshab ketishi mumkin, kimnidir bir mansabi o'xshab ketishi mumkin, lekin maqsad bu emas edi. Shu bahona nimadir bir fikr, ko'ngildagi bir masalan bir da'voni aytish edi. Uchun tariximizga oid hujjatlar kam. Biz masalan aniq deylik Navoiy bobo haqida zamondoshlar yozib qoldirgan. Lekin nihoyatda ehtirom bilan faqat pulluq qilib yozilganda. Masalan Hazrat juda jahllar tez edi. Jahllar chiqib ketadi, otashim bo'lardilar degan gaplar yo'q, qochamiz. Qanday qilib Navoiy bobo shunday bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Chunki Navoiy bobo endi bizni bir idol biz uchun ideal u. Qanday qilib biz haligi Navoiy boboning jahli chiqqan bo'lishi mumkin. Endi sizga bir gap aytay. Bahodir Yo'ldoshevni rahmatli rejissyorimiz akamiz bir gapi bor edi. Tarixiy odamlar haqida asar yozish uchun uni oxirgi qo'shnilari ham o'lib ketgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa malomatga xulos balo xolos.